dahshatli bo'lgan muammoni ko'tarib chiqmoqchiman. Bu muammo ayollar orgazmi to'g'risida. Orgazm nima? Bu injiqlik emas. Bu fiziologik proses bo'lib, ayollarni salomatligi va oilani baxtli bo'lishi uchun eng muhim omil hisoblanadi. Yoshligidan kimnidir sevadi, muhabbat qo'yadi. Ana shu muhabbatni eng ro'yobga chiqishi biz yuqori tochkasini orgazm deb aytamiz. Agar orgazm bo'lmasa, ayol baxtsiz va shu oilada er-xotin o'rtasida juda katta ham ruhiy, ham jismoniy muammolar kelib chiqadi. Agarda ayol kishi orgazmga erishmayotgan bo'lsa, yashab yuribdi, eri yaxshi, muhabbati bor, lekin orgazm yo'q. Nima uchun bo'lishi mumkin? Stress. Birinchi narsa stress. Eri so'kib turib kunduz kuni kechqurun postelda yotadigan bo'lsa, qatdan unda orgazm bo'ladi. Bu stress. Stress ishxonada, uy xizmatida, qaynana, qaynota hammasiga e'tibor qilish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak, hamma narsani qilib turibdi, lekin maqtov yo'q, bundan qoniqish yo'q. Ya'ni bizada depressiya hosil bo'ladi. Erkaklarni e'tiborsizligi. Erkak kishi ayolini jinsiy yaqinlikka tayyorlamasligi. Komplimentlar, preludiya deb aytamiz. Ana shu preludiyalar, komplimentlar, erkak kishini ayoliga bo'lgan e'tibori, sovg'a, salomi ayol kishini bu orgazm hosil bo'lishiga bo'ladigan birinchi fundament hisoblanadi. Qanday bunaqa ayollarga yordam berish mumkin? Kompaniya nima qilib, Braziliyadan hech qayerda yo'q, dunyoda hech qayerda chiqmaydi. Bitta o'sha Braziliyada bor narsa soft vibra. Ayollarda o'sha qinga, klitorga surilgandan keyin u yerda iliqlik chaqiradi va qarang, yengil vibratsiya paydo bo'ladi. O'sha yengil vibratsiya bo'lgan paytda nima qiladi? Hamma muskullar bo'shashadi. Vibratsiya bo'lganda muskul yo'q, bitta o'sha vibratsiyani hosiliga hamma narsa esdan chiqadi. Sezuvchanlik oshadi. 8000 ta o'sha nerv tolalari sezuvchanligi oshgani hisobiga ayol kishida o'zida ilgari sezmagan yangi ощущенияларni, o'sha yangi narsalarni seza boshlaydi, yoqadi, tezroq orgazmga erishadi. Shu garmoniya deb aytamiz, er-xotin garmoniyaga erishadi. Bu ochiladi, hech qanaqa muammo yo'q. Mana qo'lingizga 2 marta qiladigan bo'lsangiz, mana chiqadi. Даже erkaklar o'zida sinab ko'rmoqchi bo'lsa, lavaga suradigan bo'lsa, o'sha arzimagan vaqt o'tgandan keyin lavda iliqlik va jimirlash sezadi. Ana xuddi shu narsa klitorda iliqlik va o'sha jimirlash qon tomirlarni o'sha kengaytiradi va o'tga kelayotgan qonning oqimini ko'paytiradi va nerv hujaylarini sezuvchanligini bir necha baravar oshirib beradi. Bilib qo'ying, agar sizda faqat shu moddasiga qanaqadir allergik kasallik bo'lmasa, ya'ni surganingizda qishib, shishib, bir qanaqadir toshmalar, bir narsalar bo'lmagan bo'lsa, hech qanaqa bunga protivpokazaniya yo'q. Namoda sizga soft vibra agar ta'sir qilmasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Soft vibra gelini butun respublikamiz bo'yicha aptekalardan xarid qilishingiz mumkin.